Assalomu alaykum Qazariz xalqi, To'lqin FM muxlislari. Sizlar uchun yangilikni bombasi. To'lqin FM maktabi o'zining ikkita shaxsiy avtobusini sotib oldi. Xudo xohlasa bu avtobuslar o'quvchilarimizga beminnat, bepul xizmat ko'rsatadi. Yo'nalishlar bo'yicha bundan keyingi videolarda aniq aytamiz. Yo'nalish bo'yicha nasib qilsa avtobuslarimiz sonini 10 dona yetkazajakmiz. Shuning uchun malakali shoferlar ham ishga taklif etamiz. Xalqimiz uchun ham eng qiziqli joyi dam olish kuni, bozor kunlari, safarlar, ziyoratlar bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar, xizmatdamiz. Kelinglar, hozir birgalikda avtobusning ichini ko'rib, nechta qulayliklari borligini birgalikda bilib olamiz. Ko'rib turganingizdek, avtobusimiz yangi hali. Hamma o'zlari o'z joy-joyida, yana o'tiradigan sidenalar ham akkuratniy, top-toza. Ko'pchilik o'quvchi sig'adi, ya'ni ko'p dik turmaydi o'quvchilarimiz, o'tirib, dam olib, uylaridan maktabga ketadilar, xudo xolasa.